Solnishning orqali kelayotgan liniya ekan shu. Обраткасы, подачасы. Подачасini olyapti-da, bu yerdan через обратный клапан bitta o'rtada vetka bor. O'rtada mana bu adashmasam duxadovoy bo'lsa kerak bu. Duxadovoyda adashmasam shunaqa klapan. Bu yerda endi relesi bo'lsa kerak. Xullas bundan o'tyapti-da. Tent, hozircha tent o'chiq ekan. Ulgimay qolsa yordamchi bo'lib qo'shiladi ekan. Zimeyka kelib ketyapti. Birinchi zimeyka aylanib chiqyapti-da. Ikkinchi tent, bu ham o'chiq. Bundan ham ichidan o'tib, bu qachonki ulgimay qolsa qo'shiladigan. Yana aylanib chiqib. Xo'p. Chiqyapti-da, mana obratga yana qaytib solnishligiga chiqib ketyapti. Ketdi yana solnishligiga. O'sha tepadagi solnishlik водонагреватель ikkita katta yo'nqisi bemalol isitib beryapti ekan. Yomon emas. Bu shunchaki zimeykada turibdi xolos. Mana bu ham o'rtada shunchaki zimeykaga kirib ketishda turibdi endi. Boshqa bir murakkablik yo'q. Bu endi rasot uchun bilasizlar. Sovuq suv vetkalari, obrotkani qaytishi, zimeykani birlashtirib qo'ygan. Bundan ham zimeykadan chiqib ketyapti. Bu endi menimcha tepada agar pogrujnoy bormi, o'tkazish uchun pogrujnoy bo'lsa kerak edi.